Assalomu alaykum. Hozir Python dasturlash muhitini kompyuterimizga o'rnatib ko'ramiz. O'zi standart holatda bu dasturlash tili kompyuterga o'rnatilmagan bo'ladi. Biz uni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun birinchi qadamimiz brauzerda istalgan bitta brauzerni ocha olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni internetga kirish uchun. O'z navbatda internetga kompyuterimiz ham ulangan bo'lishi kerak. Xo'p, brauzerni ochamiz. Bu yerga endi python.org deb yozishimiz mumkin. Mana bu ofitsialniy sayti, shu saytga kirib olamiz. Bu yerda mana download bo'limiga o'tamiz. Ya'ni sichqonchani download tugmasiga olib borsak, har xil versiyalarni taklif qiladi. Bizga avtomatik Windows uchun yuklanishni tavsiya qilyapti. Oxirgi versiyasi Python 3.14 ekan. Yana ogohlantirib o'tyaptiki, Python'ni 3.9 dan 3.9 va keyingi versiyalari Windows 7 hamda undan eskilarga tushmasligi mumkin deb ogohlantirishyapti. Bizda hozir Windows 10 buni ko'rishimiz ham mumkin. Agar qanaqa sistemaligini o'zingiz bilmasangiz, buning uchun shunchaki mo'y kompyuterga kirasiz. Mo'y kompyuterga kirgandan keyin mana har xil disklar chiqadi. Shu yerda svoystvani bosishingiz mumkin. Masalan, Windows 10 muhitida shunday ko'rsak bo'ladi. Svoystva qiladigan bo'lsam, mana menga kompyuterning qaysi sistema o'rnatilganligini ko'rsatyapti. Demak, menda Windows 10 Pro ekan. Demak, menda Windows 10. Hop, demak, oxirgi versiyalari ham demak menda qo'llab-quvvatlaydi. Hop. Ana endi men download bo'limidan shu Pythonni taklif qilayotgan Pythonni bemalol yuklab olsam bo'lar ekan. Shu knopkani bosaman. Yuklanish boshlandi. Mana yuklab ham bo'ldi. Shu tugmani bosish orqali zagruzka bo'limini ocha olishim mumkin. Hop, ana endi uni o'rnatish uchun shunga 2 marta sichqonchani o'ng tugmasini, chap tugmasini bosaman. Hop, mana o'rnatish oynasi ochildi. Hop. Mana endi bu yerdan kompyuteringizni barcha joyda Pythonni ishlatish uchun Python yo'lini kompyuterning sozlamasiga kiritib qo'yish funksiyasi bor. Shuni bosadigan bo'lsak, kompyuterimizni demak sozlamasiga kiritib qo'yadi bu Python yo'lini va Pythonni kompyuterimiz xohlagan joyda ko'ra oladi, ya'ni ishlata oladi. Keyin bitta ikkita yo'l ko'rsatilyapti. Customize installation. Bu yerda o'zimiz hamma narsani, sozuvlarni, ya'ni kerak emas narsalarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bizga ko'p ham muhim emas, shunchaki birinchi ustunni tanlashimiz mumkin. Bu oyna sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin xavfsizlik jihatdan. Bu yerda o'rnatishga ruxsat berish uchun da yoki net yozuvini bosish so'rayapti. Bizda da yozuvini bosamiz. O'rnatish jarayoni boshlandi. Biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Hop, o'rnatish jarayoni tugadi. Close ni bosishimiz mumkin. Ana endi рабочий stolda hech qayerda Python degan so'z hozircha hosil bo'lmadi. U dasturni qayerdan topaman? Pust menusini bosaman. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Pythonni o'rnaganini ko'ryapmiz. Bu yerda kod yozish jarayonini boshlash uchun shu idle shu bo'limni tanlashimiz mumkin. Mana oyna ochildi. Bu yerdan kelib bironta narsa yozib ko'ramiz. Faylda new bosasak, yangi bitta kod yozish oynasi ochiladi. Bu yerga
ekranga nimadir chiqarib ko'ramiz, ya'ni print orqali chiqariladi. Salom dunyo deymiz. Ctrl S orqali saqlashimiz mumkin. Qayergadir saqlashni so'rayapti. Men hozircha rабочий stolga saqlab turaman. Test. O'zi Python fayl kengaytmasi Python fayl ko'rinishda turibdi. Shunchaki test dedimda saqlanadi dedim. Mana test.py kengaytmasi py bo'lib saqlanib bo'ldi. Ana endi shunchaki F5 bosishim mumkin. Bu yerda natija ko'rinyapti. Mana salom dunyo degan natija ko'rindi. Demak, Python dasturlash muhiti kompyuterimizga o'rnadi. Bemalol Pythonda o'rganishni boshlasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.